Assalomu alaykum YouTube chorva ishqibozlari, Dangal savdo YouTube kanalimizda obunachilari. Bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan shartli shunaqa. Xo'p, zot mol ishqibozlar, sizlarga bugun Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Xo'p, Palaxon qishlog'idan fermadan chiroyli qilib obzorni boshladik. Xo'p, garantiyali rossiyskiy gibrid, xo'p, rossiyskiy 100 talik parodali sigir qilgani zo'r mollardan chiqdi. Obzorlarni boshladik. Mana yugurib oldim. Turamiz, shular bilan. Xo'p, loyiga ketdi. Obzorni boshladik, laglar bosib, chiroyli qilib, tomosha qilib, yoqsa ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, mana bugungi sanamiz 26-fevral hafta kuniga payshanba. Xo'p, semental rossiyskiy gibrid bo'lgan ekan, otasi semental ekan, shu yerda tug'ilgan, ishonarli, garantiyali mollar deyishyapti. Mana bo'ylari ham, taglari ham yaxshi mollar ekan. Mollar Rahimjon degan ukamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ro'zalar bilan? Xo'p, mana mollar. Xudo xolasa garantiyali mollar, ha? Garantiyali. Shit asosan qilingan, xudo xolasa. oqsil unaqa yo'q, xudo xolasa. Toza, yem-ichlari zo'r. Shu zagonda yurgan shekilli, ha? Jullar Zulka tug'ilgandan beri bog'lanmagan. Bu arqa umuman ko'rmagan ekan. Shu jullarcha o'sib nima bo'lib turibdi mollar. Shu kirib chiqib, mana ichkarida nima bor ekan? Ichkaridagi qishki xonasi shu kirib chiqib yuraveradi. Bo'ylari 140-45, mana ular 135-30 narigisi atrofida. Oila necha oylikdan endi bular? 7 oylikdan. Bunisi to'ttasi 7 oylik, 7 oydan o'tgan. 7 oylik atrofida, mana 7 oydan garantiya o'tgan deyapti. Rossiyskiy parodalarimiz. Xo'p, birinchi qorin hammasi. Birinchi qorin. Ha, bitta yurgizamiz, taglarni ko'rsatib, narxlarni yetishni boshlaymiz akalar. Ro'za bilan charchamayapsizlarmi axir? Obunachilar shaddik. Mana taglari zo'r, xudo xolasa 7 oydan 7 oy atrofida ekan mana shu. Narigilarni hozir ko'rsatamiz. Mollar kichkina mollar emas. Zagon keng joyda turgani uchun yaxshi nima bo'lyapti. Mana. Bitta yurib bersinchi. Joningiz. So'skalar sholpillab 7 oydan o'tgan. Joy-joyida to'g'ri so'skasi ham joy-joyida. Uchovsiniki ham. Mana 1.30 ga yaqin. Rossiyskiy parodamiz, bularimiz 1.35 atrofidan, orqadagisi oldindagisi 1.45 ga yaqin, 40 oshiq. Xo'p, sigir qilaman degani o'ta zo'r variant. Hozir yo'lidagi etani ancha gaplashdik. Narx-navolarni tushunib, chiroyli qilib etilar. Xo'p, nima deymiz ukaxon endi? Nech puldan deymiz? Ha, aytaverasiz. Ha, shu orqadan kattasini ayting. Ha, olgan odam baraka topsin. 45 million kam bor deyapmiz. Bu katta orqadagisini, ya? 7 oy atrofida ekan, 45 million kami bor. Semental gibrid. Ha, gibrid xudo xolasa. Otasi naq, onasi ham naq, garantiya mollar bolalari shu yerda tug'ilib, shu yerda katta bo'lgan, bog'lanmagan. Xo'p, endi olganimcha kutar ekan 2 oy. 2 oy kutadi. 3 oy demayli, 2 oy kutar ekan o'rtacha. Yo'ldagi etasi endi kutishini hisobini olib, topshirib eting. Xudo xolasa ishqibozi bo'lsa, baraka topgani 43 million qilib beramiz. 43 savdosi bo'laveradi, xudo xolasa. Mana akalar. 1.40 oshiq. Rossiyskiy semental gibrid 7 oylik bo'g'ozimiz 43 million. Bemalol savdosi bor. Mana motorga tushib ketdi. Mana akalar yaqinlashtirib ko'rsatamiz sizlarga ishqiboziga. Jo'natinglar ko'rishsin, taglari, so'skalari joy-joyida. Katta mollar lekin yaxshi. Mana rossiyskiy parodalarga o'tdi yana. Buni taglarni ko'rsatib ko'ramiz. O'qil sheyga oldi shularcha. O'tib ketaversin, yurib ketaversin-chi. Tushdi bari iloji. Asosan teni ko'rmanglar, bo'ylari yetilyapti. Mana paxotkalarni ketdik, o'tib ketamiz. Yuraveramiz. Mana so'skalari joy-joyida, sog'ligi nimasi nuqsoni yo'q, ha? Aybi yo'q, unaqa sotayotgan ayb bilan sot yo'q, ha? Xudo xolasa mana. Xo'p, mana shu nech pul deymiz gibridni? Gibridda 35 million. Ozgina xayri bor. Savdosi bor deylik. Ha? 35 million mana gibrid molimiz, savdosi bor. Bemalol savdosini qilib ko'rasizlar. Sigir qilgani bundan ortiq variant bo'lmaydi. Toza rossiyskiy, toza semental gibridlashgan mollarimiz. Ha. Yurib ketaversin-chi. Ketdik. Yuravering. Mana akalar, yaxshilab ko'rib olamiz. Endi kichik mana oxirdagisini-chi, rossiyskiy.
Bu rossiyskiy Ha. endi tug'ishi yaqin. Bir oyga bormay tug'adi. Bo'lsa, Hmm. bu ham 35 million ozgina. Bitta yopishtirib bitta yopishtiring. 33 million. 33 mana sizlarga. 8 oy atrofida deyishyapti. Bog'lanmagan mollar 100%. Neglar shalpilab turibdi. Shamol ketyapti, ovozimiz qani eshityapti, lekin mollar yaxshi. 33 million savdosi bor, 35 million savdosi bor. Narigini 43 million savdosi bor deyishdi. To'g'ri salom berishsa firmada qo'yamiz. Bos baraka topasizlar. Qolgan odam xohlasa. Bilasiz, firmadan unchunchasi qaralmaydi. 1-2 million ag'a-bag'a. Dehqon ishqivoziga esa sotiladi aksariyat holda. Ketib yuruvchi, orqangdan bitta ko'rsatib qo'yasiz. Teglar oqilan oq so'ska. Cho'si ham joy-joyida ekan so'ska. Yaxshi. Xo'p, nimalar aytaveramiz-ku, ham bo'lmasa, ha? 365 365 55 24. 55 24 dastlabkilar nima qilamiz? Dastlabkilar shetlarga xudo xolasa Ha, qilib beramiz. yaqin o'rtaga. Ha. 3ta 2 taga olishsa. Agar bittachiga olsa, vodiy bo'ylab deylik. Ha, Ha? bittaga olishsa. Cho'si bir kishi olsa, ishqivozi vodiy bo'ylab dastlabkasi bo'laveradi agar. Mana. Aloqaga chiqinglar, shoshilib jo'natinglar. Xo'p, toza firmadan olib ketaman degan akalarimiz jo'natinglar mana. Mollar shu tashqarida yurib, jicha sovuqda yurib, gullar o'sib turibdi, lekin mollar egasiga borsa, dehqonga borsa, bundan ham ochilib ketadi. Chunki bittachiga. Ha, chilladan, muzlamalardan ichkari kirmabdi. Zagonda yurib, o'sha ichkariga kirib chiqib yuravergan ekan. Ishqibozga jo'natinglar, gibrid, Trenddan gibridlarni olamiz deganlarga, sigir qilaman deganlarga darhol jo'natamiz. Garantiya mollardan. Xudo xolasa, layklar bosamiz. Xudo xolasa, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringiz. Sog' bo'lamiz, salomat bo'lamiz.